Assalomu alaykum, Kripto TJ kanalining obunachilari. Do'stlar, yaxshimisizlar, tengmisizlar, ishlaringiz yaxshimi, charchamasdan yuribmisizlar? Do'stlar, hayitlarni ham yaxshi o'tkazib oldingizmi? Do'stlar, o'tgan safar oxirgi marta menimcha mana shu saytni reklama qildim. Fere Sui degan sayt ochilgandi. Endi buni qarang. Sui Pik degan sayt ham ochildi. Pik saytlardan bu. Pik saytlarga yana bitta добавка bo'ldi, yana ochildi. Birgalikda o'zida registratsiyadan o'tamiz. Kirganlaringizda mana shunaqa o'yin ochiladi. Mana bu sign upni bosamiz. Kimnidir agar oldin akkaunti bo'lsa, mana buni bosib kiradi. Menimcha bu yo bugun yo kecha qo'yilgan. Chunki men kechami oldin kun ko'rganimda biror narsa yo'q edi. 1-2 kun ichida bo'lganda xullas ochilgan bu sayt. Xullas bu yerga ism kiritamiz. Meniki постоянно сохранить bo'lib turibdi. Bu yerga Gmail kiritamiz. Gmailga qaranglar. Mana bu Gmail. Sizlar buni yozmanglar deram. Meni Gmailimni kiritib qo'ymangizlar bu yerga. Sizlar o'zlaringiznikini kiritasizlar. Faqat mana qarangizlar, qayerdan olib kelasizlar. Так, любой Android telefonda mana shu me harf bor. Mana pastiga Gmail deb yozib qo'ygan. Gmail, Email, Gmail hammasi bir qabr. Farqi yo'q. Hammasi bir narsa ish beradi. Kirganlaringizda balki kimdadir yangi telefon bo'lsa, pastda добавить qil deb turadi. Настройка qil deydi. Настройкасini bosib cho'tga chiqarasiz. Keyin mana bu nimani ustiga bosasiz. O'zingizning akkauntingiz ustiga. Mana bu akkaunt meniki hozir. Akkauntingiz ko'p bo'lsa, xohlaganingizga qo'yasiz. Menda akkaunt ko'p, xohlaganimga ochishim mumkin. Men основной, главный akkauntim mana shu akkauntimga ochaman постоянно. Mana shu Gmailda, shu yerdan Gmailda olib mana bu yerga kiritasizlar. U yoqda qarang, Gmail yozilgan, bu yerda esa Email yozilgan. Email adres. Shuni Email, bu yerda Email, u yoqda Gmail deb nima qilib o'tirmangizlar. Misol bu yoqda Gmail ko'rsatadi, lekin mana bu yerda Gmail ko'rsatib turibdi, u yoqda Email ko'rsatib turibdi. Farqi yo'q, ikkalasi bir narsa. Faqat pochta bu, shu pochtani kiritasizlar. Bu yerga parol kiritasizlar. Parol, ya'ni 8 tadan kam bo'lmasligi kerak. Sizlarga просто tak ko'rsataman. Ingliz harfga qo'yib qo'yasiz. Mana bu yer inglizchaga qo'yasiz. Misol men bu Gmail orqasiga yozib yuboribman. Misol biron raqam qo'yasiz. Misol mana shu raqamni kiritasiz. Orqasidan ingliz tilida yozib qo'yasiz. 8 dan kam bo'lmasligi kerak. 8 bo'lsa, uje bo'ladi. Bu yerga kiritgan parolni bu yerga повтор kiritasizlar. Men hozir bu parolni o'chiraman albatta. Men просто tak ko'rsatyapman sizlarga. Men videoni to'xtatib turaman, parolni kiritib olguncha. Undan keyin dalishga davom etamiz. Xullas, mana men parolni kiritdim. Ikkalasiga ham bir xil parol kiritiladi. Bu yer referalni nima? Men hozir birontani referalni ko'rganim yo'q. Pastlab chiqqan ekan, o'sha yerdan kiryapman. Tak, mana bu yerga teginib o'tirmaysiz. Mana buni captchadan o'tamiz. Galochka chiqqandan keyin captcha ham chiqmadi. Mana bu sign upni bosamiz. Mana уже ketdi. Registratsiya bo'ldi. Bu promoy 10 ta bonus berdi. Mana bu сохранить qilib qo'yamiz buni. Promoy verifikatsiyadan o'tib ketdimi, nima balo tushunmadim. Bu keyin unga oldinga qaraganda bu ko'proq kamroq ekan. Mana bu yerda ikkita ishlanishi kerak edi ikkinchi o'ringa. Oldingi Ferisida. Ferisu nima degan sayt edi? Sui degan sayt. Ferisui degan saytda xullas. Bu yerda endi kirib kelayotgan odamlar uchun o'rin degan narsa bor. Mana 8 ta o'rin. Mana shu 8 ta o'rinda mana bu yerda ko'rsatilgan. Qaysi o'rinda qancha beriladi, hammasi ko'rsatib qo'yilgan. Xullas. Bu o'rin ko'tarish uchun hozir uni ham aytib o'taman. Hozir mana bu keyin har soatda mana bular endi mana birinchi o'rinda bo'lasiz ochganingizda.
o'yin orqali o'rin ko'tariladi. O'yin o'ynab, o'zini o'yini bor, o'shalar o'ynab o'rin ko'tariladi. Mana bu kapchani bosamiz. Har soatda kirib kapcha olasiz. 2x qilib bergan. Birinchi ochganingizda 2x qilib berar ekan. Mana bu 75 di. Ya'ni 75 mingni 15 ming qilib berdi hozir menga. Tak. 24 soat ichida har soatda kirib 2x qilib olishim mumkin. Mana bu yerga 10 ta bonus berib qo'ydi. Mana bu hozir ko'ramiz. Perot ko'raylikchi. Tak, что bilmadim. Hozir bu taxta yo'qolibdir. Mana bu setting bo'limiga kiramiz. Qani tekshirib ko'ramiz. Gmailimiz уже nimadan o'tdimi yo'qmi? Прямой уже avtomatik nimadan o'tib ketdi bu. Avtomatik o'tib ketar ekan. Ba'zi kimdadir mumkin avtomatik o'tmasligi ham mumkin. Mana shu setting orqali, mana bu yerda setting orqali pochtangizga verifikatsiya kodi boradi. Mana buni bosasiz, уже verifikatsiya kodi boradi-da. Settingda turibdi. Mana shu setting degan joyiga kirganingizda mana bu yerda, mana bu tepalarga biron narsa yozmaysiz, parol kiritmaysiz u. Mana bu yerda mana bu yashil bo'lib tursa, hozir menda saligina nima bo'lib turib, bu bossam ham bosilmayapti. Agar sizlarda bosilsa, mana tepada ko'k bo'lib ketadi, yashil bo'lib. O'shanda sizga gmailingizga, mana bu gmailiga сообщение keladi. Hozir shu yerda turibdi. Agar hozir kelgan bo'lsa ko'rsatib o'taman. Kelmagan adashmasam. Xullas shu yerga сообщение kelishi kerak. Kod keladi какой-то. Какой-то страница keladi. O'shanga kirib tasdiqlab qo'yasizlar. Tasdiqlash kodi keladi-da asosan. Xullas agar kimgadir verifikatsiya kodi, avtomatik verifikatsiya bo'lmasa, mana shu yerga e'tibor berasizlar. Ochganlaringizda mana bu verifikatsiya bo'lgan deb chiqyapti. Mana bu yerda 10 ta bonus berilsa, уже verifikatsiya avtomatik o'tiladi. Hozir menda avtomatik o'tib ketdi. Endi buni ko'tarish uchun mana bu Gmail yoki bo'lmasa mana bu uchta chiziqchaga bosib, mana bu yerda to'xta. Mana bu Gmail degan joyni bosib, mana bu o'yinlarda o'ynash kerak. Mana pastda ikkita o'yin qo'shilibdi. Bularni bilmayman, ular o'ynab ko'rganim yo'q. O'yin ko'tarish uchun faqat mana shu o'yin yaxshi. Mana bu joyini bitta qo'yib qo'yamiz. Va mana pulimizni bor pulimizga qo'yamiz. Hozir 1% bo'lsa, endi buni men xudo bildi bilmayman qancha ko'tariladimi yoki yo'qmi. Ko'tarilmasa kerak. Bitta endi ko'tariladi qanchadir. Hozir miqdorda uni ham ko'rsatib o'taman. Hozir mana bitta ochildimi? Shu bilan bas, kerak emas sizga. Какой-то plyusga beradi. Mana plyusga ishlab beryapti-yu. Lekin yana boshqalarni ochib nima qilib ko'rmaslik kerak. Biz asosan bizga plyusi emas, bizga asosan o'rin ko'tarish uchun ishlayapmiz buni. Mana buni bosganimda bomba chiqishi kerak edi. Bomba chiqqanda agar men уже kuyardim. Tikkan pulim hammasi ketardi. Mana ikkinchi marta o'ynadik. Yana plyus. Buni aytib qo'yay, 6-7 marta o'ynash kerak. Ko'p o'ynamaslik kerak. Mana bu 4-inchisi ketdi menda daji 5 6 7 8 9 10 ta. Men 10 ta aylantirdim. Xullas sizlar harakat qilaringiz. 7 ta 8 aylantirishga harakat qilinglar. Qaranglar. 1% joyida turibdi. Lekin mana bu yerda
Mana shuncha yerib qo'ygan. O'yin o'ynaldi уже mana shuncha. Mana bittaga yetsa mana bu yer, mana bu уже 100% bo'ladi. 100% bo'lgandan keyin уже ikkinchi o'ringa o'tib ketadi. Ikkinchi o'ringa ketgandan keyin bu yerda уже 10 ta aylanish beradi. 10 ta o'yin 10 ta bo'ladi. Ya'ni 3-o'ringa ketish uchun. Qaranglar hozir. Misol, mana bu o'zi 2-o'ringa o'tish uchun bitta so'rayapti. Bitta tosh aylanish kerak. Undan keyin 2-o'rindan 3-o'ringa o'tish uchun 10 ta so'raydi. 10 tadan keyin 4-o'ringa o'tish uchun 10 ta bo'lsa 100 ta bo'ladi. 4-o'ringa o'tish uchun 100 ta. 5-o'ringa o'tish uchun 1000 ta bo'ladi. 1000 ta tosh 5-o'ringa o'tish uchun bo'ladi. Buni narxi hozir dal nimamen 250 rubl. Primerda bittasini narxi 250 rubl. Mana shu tokenimizning narxi 250 rubl turibdi hozir dal moment. Xullas do'stlar, mana o'yin shundan iborat. Mana bonusni olish yo'li. Bu yoqqa mana bonusiga bosamiz, bonusiga o'tadi. Mana bonus 2x payti olib qo'yish kerak. Ya'ni 15 ta berish kerak ekan, 30 mingtadan berib yuboryapti. 15 mingdan emas, 30 mingdan beryapti. Xullas hammasini birdan olib qo'yamiz sirozda. Chunki 2x qilib beryapti-da o'zi bizga. Balki omadlaringiz kelib, bu pastdagilar ham tushib ketishi mumkin. Tak, mana tugadi. Bonusimiz ham tugadi. Mana bunga yana qaytib o'tib qo'yamiz. Qaranglar, uje 3 dan oldan keyin 3 bo'ldi. Mana buni x qilib o'chirib tashlaymiz. Yana mayli, hozir mana shuni xatlab 2%, 3% qilib qo'yaman shuni hozir men. Mana bu o'yinga kiramiz. Ruletka o'yiniga. Tak, bu yerda hozir mana buni bir qilsak 10 tasini qana yetmas ekan pulimiz. O'zi bittadan tikilar ekan. Tak, bo'lmasa bunday qilamiz. Mana bitta 1 emni bosamiz va mana bu pastdagilarni bosib chiqamiz. 1 2 3. Ko'ramiz qancha bo'ldi. O'zi 3 dan oldan keyin 3 bo'lyapti. Mana bu shotimizga pastda yetib qolyapti. Bosamiz o'yinda. Kechagina internet yaxshi emas. Xullas mana bu yerga qarangizlar. Biron foyda yo'q. Minus ham emas, plus ham emas. Xullas prosta tak mana shu 3 dan oldan keyin 3 o'yin o'ynaldi. 26 ga tushdi. Buni minus tarafi 0 ga tushsa, biz tikkan pulimizni yutqazamiz. Buni ham 5 ta 6 ta aylantirsa bo'ladi. 5-6 soatda bir 5-6 ta aylantirib qo'ysangizlar, faqat bular o'rin ko'tarish uchun. Mana 2 ta уже plusga, 3 ta plus. Hoppa, ko'rdilaringizmi? 0 ga tushib ketdi. Даже 4-inchisi 0 ga tushib ketdi. Bir tarafdan internetlaringiz ham yaxshi bo'lmasa, aytib qo'yay, обязательно internetingiz ham yaxshi ishlamasa, ko'p minusga berib yuboradi. Mana уже minusga ketdi. Mana shu pul. Mana tepada kam qoldi. Endi уже yetmay qoldi, chiqamiz. Ha, bu keyinchalik ko'taramiz. Mana уже 2 dan oldan keyin 16 yillik bo'ldi. Xullas hech nima vaqt ham qolmadi-da bitta bo'lishga. O'zini puli bilan o'zim men ko'taryapman. Prosta tak hozir men nima desam, ozgina internetim yaxshi emas. O'shaning uchun minusga berib qo'ydi 4 tada o'sha. Iloji bo'lsa 3 ta 4 ta aylantirib qo'yib chiqib ketaverish kerak. Har 4-5 soatda yana kirib o'shalarda o'ynab qo'yish kerak.
Men xohlasam mana buni bunga kirsanglar faqat shot ko'tarish uchun o'ynaysizlar, lekin bu yerda minimalkasi kattaroq ekan. Mana bunga qo'yib joyida o'ynaymiz. Ko'rinib, dagonga pul yetmay qoladi. Xullas, pullaringiz qancha bo'lsa, bu o'yinlarda minusga ketasizlar. Kam bo'lsa deganim. Agar ko'proq bo'lsa, uje plyusga ketasiz. Xullas, bu nimani bu sayt ham mana 100% to'lab beradi degan umiddaman. Endi pik saytlar birontasi holi 2 yildan oshib ketdim, o'zim o'ynab kelaman. O'zlaringiz 100% bilasizlar, oldin ko'rayotganlar. Bu ham pik saytlarda oldingi saytlardek. Bu ham inshaalloh 100% to'lab beradi. Uni biron bir to'lab beradimi yoki yo'qmi, pul chiqarib ko'rdingizmi, chiqarib ko'rmadingizmi degan savollarga oldindan javob berib qo'yapman. Mana bu narsalar ham kimni vaqti bo'lsa, xullas bular zapros. Ya'ni bularga kirib vaprosga javob berasiz. Agar to'g'ri savollariga javob bersangizlar, o'sha pulni olasizlar. Ko'rsatib qo'ygan miqdordagi pulni. Orqaga qaytmayapti-yu. Mana misol qancha ko'rsatib turganda. Xullas mana bu dollarda ko'rsatib qo'ygan. Misol 12 sent, 22 sent, 21 sent, mana $1 16 sent ekan daji. 53 sent. Mana shunaqa xullas, mana shularga kirib, agar kimnidir vaqti bo'lsa, mana shu narsalarni обязательно kirib ishlash kerak. Mana shu orqali pul ishlasangizlar ham bo'ladi. Mana bu uchun 10 minut vaqting ketadi deyapti. 10 minutda mana shuni zadaniyalarni bajarib chiqish mumkin ekan. 139 odam uje zadaniya bajarib qo'ygan. Balki bu zadaniya tamom bo'lgan bo'lishi ham mumkin, lekin bitta qolganga o'xshayapti, adashmasam. Xo'sh, mana bu zadaniya vobshe ishlatilmagan. Mana shuni ishlatsangizlar ham bo'ladi. Bunda ular zadaniyaga vaqt bor. Mana bu ham adashmasam shu bittadan qolgan. Mana bu ham umuman ishlatilmagan. Mana bu. Qaranglar, bironta zadaniya bajarmagan. Mana bular uje bajargan. Xullas mana shunaqa voqea nima. Mana shu orqalari ham pul ishlasanglar bo'ladi. Faqat kallani qotirish kerak. To'g'ri vaprosiga to'g'ri javob berish kerak. Xo'p do'stlar, videoni tugatamiz. Ishlaringizga omad.